Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Yer bo'yicha bugungi obzorimizni Sergeli mashina bozoridan to'g'riga kirganda juda ham bir faizli mahalla deyiladi. Xullas, o'shda yer sotilyapti 3 sotuv. Shaxsan o'zim hisobladim. 12 ga 26. Xohlovchilar uchun uyimiz katta sotuv, 15 sotuvga yaqin. Общini ham sotsa bo'ladi. Uy egalariga juda ham pul zarur bo'lganligi sababli tak общiga ham sotib yuboramiz deyishyapti. Xohlaganlarga shu 3-3.2 atrofida. Ichkarini ko'ramiz. Bu yerda mana fundament qilib qo'yilgan joylar ham bo'lyapti. Uy egalari tomonidan berilayotgan e'lon bo'lyapti. Variant ko'p. Xohlasanglar oldidan 10 tomondan 3 sotuv, xohlasanglar oldi tomondan o'zini 6 sotuv, xohlasanglar betda mana yana 6 sotuv bor. Yer serob xullas. Xohlovchilar uchun общий quruvchi akalarimiz diqqatiga ham, e'tiboriga ham yaxshi joy, mahalla yaxshi. Bu yerda o'zimiz ham sotib yurimiz, o'zi 50 mingdan kami yo'q. Juda ham zarur bo'lganligi sababli 40 ming dollardan beraman deyishyapti. Yana ozgina sunnatiga o't beramiz deyishyapti. E'tibor uchun uyning oldi tomonda ozgina zaxvat joyi bor, foydalansa bo'ladi xullas yaxshilikka. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar orientir masjidda shundoq yana azon ovozi eshitilib tursa, vafshi shkalak bo'ladi.